Dahshat, sharmandalik, nogiron bolalarni kalaka qilganlarga qattiq javob berildi. So'nggi qo'ng'iroqda bolalar ustidan kulganlarning asl basharasi 99% negativ. Jamiyatga nima bo'lyapti? Maxsus maktab bolalarida nima ayb? Yurakni larzaga soluvchi video. Biz qanday tubanlikka jiliqaldik? Insof so'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi dasturimizda hech bir vijdonli insonni befarq qoldirmaydigan jamiyatimizdagi og'riqli va jirkanch bir holat haqida ochiq gaplashamiz. Sho'rchi tumanidagi alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar maktabida bo'lib o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbiri videosi tarmoqlarga tarqalgach, izohlarda 99% holatda bu beg'ubor bolalarning ustidan kulingan va masxara qilingan. Ushbu keskin va tanqidiy videoda quyidagi savollarga javob izlaymiz. Jamiyat kar bo'lib qoldimi? Ko'rishi, eshitishida muammosi bor, autizm yoki nutqida nuqson bor bolalarni masxara qilishga kimning haqqi bor? Ularning rassomi kimligini nahotki unutdik. Achchiq haqiqat. Nega tarmoqlardagi fahish va mantiqsiz kontentlarga olov tashlaydiganlar mana shunday murg'aq va sinovli bolalarning quvonchini azoblash xizmati deb atamoqda? Insofga chaqiriq. O'zini hammadan ustun qo'yayotgan, to'rt muchasi sog' bo'la turib, qalbi ko'r bo'lganlarga berilgan eng qattiq va adolatli zarba. Bu videoni har bir ota-ona, har bir yosh ko'rishi va o'ziga to'g'ri xulosa chiqarishi shart. Oxirigacha ko'ring va yaqinlaringizga ulashib, ularni ham ogohlikka chaqiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi hayotiy va jamiyatimizdagi muhim ijtimoiy muammolardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Mana shu videoni kommentiga ko'pchilik kulib komment yozishibdi. Bitta ko'ringlar. Mana bu men chizgan rasm, mana bu. Qanchalik xunuk bo'lmasin, buni rassomi menman. Пожалуйста, meni ustimdan kulinglar, qotinglar, musulmisan denglar. Shunaqa ham rasm chizadimi denglar. Bu bolalarning rassomi kim? Nimaga bunday deyapman? Sho'rchi tumanidagi yozib qo'yibdi opsiyanada alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar maktabidagi bitiruv kechasi deb. Tushunyapsizlarmi? Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan. Bu degani nogironligi bo'lgan, ko'rish, eshitishda imkoniyati cheklangan, autizm bo'lgan, nutqida muammosi bo'lgan. Tushuntirdim deb o'ylayman. Lekin kommentda aksar emas, 99% holatda kulingan, azoblash xizmati deyilgan, u bu deyilgan, chiroyliroq qiz bo'lganda, chiroyliroq kiyinganda, kalta-kurta kiyganda misol uchun. Ba'zi birovlarga tegishli. Kimni ustidan kulyapsizlar? Bu bolalarning ustidan kulyapsizlarmi yoki rassomning ustidan kulyapsizlarmi? Nima qildi? Bitiruv nishonlagani aybimi? Yoki ovozi kimdirlardagidek shirali bo'lmagani aybimi? Bolalar, bularda haqqi yo'qmi? Eng qizig'i mana bu bir geyskiy bolalar bor-ku, bunaqa gullar olayotgan padarakalar, xizalaklarga o'xshagan bolalarning kommentlariga olovlar tashlab yoki layklar, billa kontent qilayotganlar yoki bo'lmasam faxshlar tarif qiladigan blogerlarga olov tashayotganlar bu videoning kommentiga azoblash xizmati degan, boshqa degan, sen o'zing kimsan deydigan odam yo'q ekan. Hech kimda pulingiz ko'pmi, zo'rmisiz, yorib orasizmi? Mana bu qo'lingiz, bo'yningiz, belingiz bilan bitta bo'lib ketganmi? Aqlingiz, idrokda sizga tengi yo'qmi hech kimda? Einsteindan ham o'tganmisiz yoki shu darajada zo'rmisiz? Hech kimdan ortiq, hech kimdan kam joyingiz yo'q. Hammani Xudo yaratgan, hammani o'zi xohlaganda yaratgan. Hech kimning ustidan kulishga, boshqa qilishga haqqi yo'q. Opisaniyani o'qishga ham farosati yetmabdi ba'zi bir odamlar. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan maktabda bolalar deb. Yangraydi qo'ng'iroq, jaranglamas takror bo'lsanga qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. Songa qo'ng'iroq, yuragimda titroq, qayerga borlaringim bo'lsanga qo'ng'iroq.